Alhamdulillah iborasi haqida nimalarni bilasiz? Alhamdulillah bu Allohning eng suygan kalimasidir. Alhamdulillah bu Allohni maqtashlik, ulug'lashlik uchun eng mukammal bo'lgan kalimadir. Alhamdulillah bu Odam alayhissalom aytgan ilk so'zdir. Alhamdulillah bu Qur'ondagi birinchi kalimadir. Alhamdulillah bu eng afzal duo va zikrdir. Alhamdulillah bu qiyomat kunidagi eng afzal odamlar aytadigan so'zdir. Alhamdulillah bu jannatning ko'chatidir. Alhamdulillah bu xursandchilikda ham, xafachilikda ham har bir holatda aytiladigan jumladir. Alhamdulillah